Ya'juj, Ma'juj. Qiyomatning bu alomati haqida Qur'oni Karimning Kahf va Anbiyo suralarida oyatlar kelgan. Alloh taolo Kahf surasida aytadi: Qalu ya zal qarnayni inna ya'juj va ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana va baynahum sadda. Ular: ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchidir. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan? Dedilar. Ikki tog' orasidagi qavm Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar. Ular: ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchi